Sentrdan uy istab yurganlar, ya'ni bu Oktyabr ko'chasi, ko'ryapsiz, Oktyabr ko'chasi. Birinchi oyga yetmay 125-xonadon bugun sotuvda. Xonalar kirib ko'rib chiqdim, sizlarga yana bir qator ko'rsataman. Chotki, yevro remontlar bitgan, yana bir 3 xona 4 xona uy ham solingan. Sizlar kelib onu ko'rsataman. Bu videoda uy olmoqchi bo'lgan taksi tezda jo'natib qo'yasizlar. Xonadonni shunday kirasizlar. Hozirgina shu yerdan kirganingizdaglar. Uzun so'kishlar уже tayyor. Bu xonalarimiz yevro remont bo'lib bitgan. Bu tomonga chiroyligina o'choqini solib, o'choqlar solib, daraxtlarni ko'ryapsizlarmi chotki. Hattoki bu yerda mana paravoylar bor. Qishda maza qilib yashasangiz bo'ladi. Bu xonamizda ikkita xona joylashgan. Bu yerda bitta spalni, bitta holsiz zal qilib qo'ysangiz ham bo'ladi. Mehmonlar kuzatganda mana qishga ko'radi. Bu yerda mehmonlarni ham kuzatsangiz bo'laveradi. Ko'ryapsiz, devorlar уже tayyor, bu tomonlar bir qator remont qilib qo'ysanglar bo'ldi. Bu yerda mana hovuz ham bor. Mana bu yerda mana 3 xona uy ham solingan. O'zingizlar bitirib olsanglar bo'ladi, chotki qilib, cheskirangli qilib uylar solingan. Bu tomonda mana molxona ham bor. Bilasizlar, bu Oqmachit tomonda, ya'ni bu Oktyabr ko'chasi, mana tualetdan bu yerga ko'proq arenda bo'ladi. Bu yerda dokumentlar chotki xudo olsa 4 soat ekan uyimiz, maydoni. Mana tashqariga chiqib ketgan. Bitta robotimiz ham bor. Tashqaridan chiqqan tomon mana tola tomonga o'tirib olib, oshna og'aylar bilan gaplashadi. Libo erkakdi, orzu. Oshna og'ayn sek bo'lsa, to'shak solib va toruzda, mashinlarda ko'ribsiz, salqin joylar. Yozda ham maza qilib yashaysiz bu joylarda inshaalloh. Olmalar pishib yotibdi. Giloslar pishib yotibdi. Yo'da anjirlar uje, hokalar pishib qolibdi mana. Bu tomonni endi o'zingizga qarab chiroyli qilib remont qilsangiz bo'laveradi. Bola chaqangizni bu tomonga uylab, o'zingiz bu tomonda choli kampirlar yashasangiz bo'laveradi, ko'ryapsizlar. Uyimiz yoqqan bo'lsa, pastdagi nomerlarga bemalol aloqaga chiqaramiz. Layklardan bo'lsa, videoda kengroq tarqatib boramiz.